Top 5 dunyodagi eng tez avtomobillar. Hozir hammasini aytib o'tamiz, lekin bundan oldin Uzcars'ga obuna bo'ling. 5-o'rinda Bugatti Veyron Sport maksimal tezligi 431 km/soatga, 8 litrli W16 dvigateli bilan 1200 ot kuchiga ega. 2010-yilda tezlik bo'yicha rekord o'rnatgan. 4-o'rinda Koenigsegg Jesko Absolute maksimal tezligi 531 km/soatga, 5 litrli V8 dvigateli bilan 1600 ot kuchiga ega. Shvetsiya kompaniyasining bu model tezlik rekordlarini yangilash maqsadida yaratilgan. 3-o'rinda Hennessy Venom F5 maksimal tezligi rasman tasdiqlanmagan bo'lib, taxminan 500 km/soatga, 6,6 litrli V8 dvigateli bilan 1842 ot kuchiga ega. Amerikalik ishlab chiqaruvchilar bu modelni dunyoning eng tezkor avtomobili sifatida targ'ib qilmoqda. 2-o'rinda SSC Tuatara maksimal tezligi 474,8 km/soat bo'lib, 5,9 litrli V8 dvigateli bilan 1774 ot kuchiga ega. Hypercar 2022-yilda o'z tezligini tasdiqlagan. Va reytingimizni 1-o'rinida Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus maksimal tezligi 490,48 km/soat bo'lib, 8 litrli W16 dvigateli bilan 1600 ot kuchiga ega. Bu avtomobil 482,8 km/soat chegarasini oshirib o'tgan birinchi seriyali avtomobil bo'ldi. Nega biz 1-o'ringa sekinroq avtomobilni qo'ydik? Javobni izohlarga qoldiring.